Assalomu alaykum shogirdlar. Navbatdagi YouTube videoda juda ko'pchilik sifir imtihoni topshiradigan o'quvchilar uchun foydali ma'lumot bermoqchiman. Ko'pchilik o'quvchilar yiqiladi imtihonda. Misol, sifir topshiradi, 1 yil tayyorlanganini ko'rganman, 2 yil, 3 yil, 4 yil tayyorlangan bo'ladi. Juda ko'p tayyorlangan bo'ladi. Grammatikasi ham zo'r bo'ladi, lug'ati ham zo'r bo'ladi, lekin imtihonga kiradi, imtihondan past natija qiladi. Muammo listeningda bo'lmaydi, muammo readingda bo'lmaydi, muammo speakingda bo'lmaydi, aynan muammo writingda bo'ladi. Men buni namunasini ekranga chiqarib ham qo'yamiz. Hattoki writingdan 25, 28, 30 ball to'plaganlar bor. O'sha 2 yillab, 3 yillab kursga borib. Va aynan mana shu muammolarni tushungan holda o'quvchilar, ya'ni o'sha sifir imtihoniga tayyorlanadigan o'quvchilar qiladigan 5 ta xato bor. Eng asosiy, eng ashaddiy xato deyishim mumkin. Sababi mana shu xatoni bilib qiladi kimdir bilmasdan qiladi. Agar siz misol uchun deylik, keyingi 3 oy ichida yoki 4 oy ichida sifir imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, bittada B2 olmoqchi bo'lsangiz, bittada C1 olmoqchi bo'lsangiz, mana shu YouTube videoni oxirigacha ko'ring va men tavsiya qilaman, imkoni boricha daftar olib oling, daftarga o'zi yozing. Hozir aytiladigan ma'lumotlar shunchaki misol uchun deylik, suv emas, aynan go'shtli ma'lumotni, qaymog'ini berishga harakat qilaman. Sabab aynan mana shu 5 ta xatoni o'quvchilar qilaveradi. Ba'zilar misol uchun bilib turib ham qiladi. Ya'ni misol uchun mana 3-xatoni yoki 5-xatoni qilma, ayniqsa 4-5 xatolar juda ko'pchilikda uchraydigan xatolar. Va mana shu xatoni qilma desa, misol uchun ba'zi o'quvchilar yo oson yo'lda tanlaydi yoki olsam yo bitta sinab ko'raychi, mana shu xatoni men ham qilib ko'raychi deydi. Va natijada o'quvchilar bevon oladi. Va aynan mana shuni oldini olish uchun 5 ta xatoni tushuntiraman va bu 5 ta xatoni birinchisi, menimcha eng asosiylaridan biri deyishim mumkin, bu rejasiz yozish. Ya'ni siz imtihonda o'tirsiz, siz o'ylaysiz fast writing equals to good writing. Ya'ni tez yozish. Ya'ni ko'p o'quvchilarda, ayniqsa o'sha maktab o'quvchilari shunaqa holat bo'ladi, ko'pincha ba'zan o'qituvchilarda ham, ba'zan talabalarda ham guvoh bo'laman. Tez yozish yaxshi yozishga teng degan tushuncha bor va bu narsa to'lig'icha xato. Mana shu misol uchun deylik, mana shu kungacha bilmayman 3000 ta, 4000 ta o'quvchilarim sifir olgan yoki ALS olgan bo'lsa, kerak bo'lsa 5-sinf, 6-sinf bo'libdi sifir B2 yoki C1 olgan bo'lsa, hamma o'sha yosh bo'lib turib, tasavvur qilasizmi, 5-sinf, 6-sinf yoki 7-sinf bo'lib turib B2 yoki bo'lsam 8-sinf, 9-sinf bo'lib turib C1 olgan o'sha o'quvchilarim bo'ladimi yoki bo'lsam 3 oy, 4 oy intensiv tayyorlanib turib C1 olgan ustoz shogirdlarimiz bo'ladimi? Ularda miyasiga shunaqangi singdirganmiz, rejali yozish. Misol uchun tasavvur qiling, xonadon, uy quryapsiz. Ustalar ham misol uchun uyda birdan qurib ketmaydi. Oldin misol uchun varoqqa yoki qog'ozga nimadir yozib oladi, chizib oladi, proyektini qiladi. Shuni pala-partish misol uchun deylik, 5 burchak yoki 7 burchak qurib tashlamaydi. Va e'tibor bering. Ko'pchilik o'quvchilar qiladi. Misol uchun qo'liga shunday qog'oz keldi, question paper keldi, shuni savolni shuni ko'radi. Bir 5 sekundmi shu savolni o'qishga fokus qaratadi, bo'ldi, yozib ketadi. Va ekzaminerlar, e'tibor bering. O'rtoqlarim bor, do'stlarim bor, kursdoshlarim bor, aynan sifir imtihonini writing va speaking tekshiradigan. Va ular bilan juda ko'p muloqot qilaman, ko'p gaplashaman. Aynan qaysinda ko'proq xato qilyapman? Misol grammatik xato qilyapman, tezlikda xato qilyapman, boshqa xato qilyapman, nimada xato qilyapsam? Eng asosiy muammo bu prosta meni fikrim emas, hattoki sifirda, ya'ni DTMda ishlaydigan tanishlarim, kursdoshlarim aytadigan maslahat, o'quvchilarda yozganida hech qanaqa struktura yo'q. Ya'ni misol uchun introduction degan joy yo'q, qism yo'q, conclusion degan qism yo'q, pala-partish. Va bu pala-partishni eng asosiy nima deydi? Negizi deyishim mumkin, eng asosiy sababi ham deyishim mumkin. Mana shu rejasiz yozish natijasi, ya'ni writing without a plan. Writing without a plan is just a rubbish. Prosta musur. Shuning uchun nima qilish kerak? Bu 5 qadamli yozish. Ya'ni reja tuzish, o'sha proofreading, yozish qismi, o'sha planning qism va mana shu etapdan o'tishingiz kerak. Agar siz misol uchun imtihonga kirdingiz, katta ehtimol bilan mana shu YouTube videoni ko'rganlarning orasida bor. Misol uchun 49 ball, 45 ball, 48 ball, 50 ball olib qolgan, B1 bo'lib qolgan, B2 bo'lmagan, B1 bo'lib qolgan va B1 bo'lishiga eng asosiy sabab writing. Agar mana shunday bo'layotgan bo'lsa, mana shu YouTube videoni uzoqda yozib ketinglar va buni eng asosiy sababi rejasi yozilgan. Va rejasiz yozish bu nafaqat struktura, undan tashqari time managementingizga ham yaxshigina ta'sir qiladi. Birinchi xato
rejasiz yozish, imkoni boricha boshida reja bilan yozishga harakat qiling, rejasini tuzib oling, aynan nima haqida gapirasiz, aynan qaysi grammatik strukturalar ishlatasiz, aynan qaysi lug'atlarni tiqishingiz kerak va qaysi lug'atni tiqsangiz sizga yuqori ball olib keladi. Mana shuni rejasini boshida 2 daqiqa, 3 daqiqa kamida sarflab turib rejani tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi xato bu writing like Telegram voice message, ya'ni Telegramda ovozli xabar yozgandaqa yozadi ko'pchilik. Ya'ni vague degan narsa bor. Bu narsani hozir men ekranda chiqaramiz va misolni tushuntirib ketaman. O'zbek talabalar yozadi: I think this is very good because, bitta misol, yoki I want to say that, yoki nowadays in our life many people yozadi va bu vague hisoblanadi. Ya'ni nima deyapmiz? Menimcha bu juda yaxshi. Birinchi e'tibor bering. Bu hozir men sizga bergan gapim, hozir aytayotgan gapim bu A2 darajadagi. Va siz qo'llaydigan so'zlaringiz, qo'llaydigan grammatikangiz, qo'llaydigan strukturangiz juda ham muhim rol o'ynaydi. Lekin biz misol uchun deylik, Telegramda hozir xabar yozadigan bo'lsak, shunday bemalol gapirib ketaveramiz. Qanaqadir bir chiroyli so'zlarni topishga yoki bo'lmasa qanaqa grammatik strukturani ishlatishga harakat qilmaymiz. Shuning uchun ikkinchi xatoni writing like Telegram voice message deb nomladim. Ya'ni Telegramda ovozda xabar yozishga o'xshab. Yo'q. Siz imtihon topshiryapsiz. Siz bo'lajak misol uchun deylik sifr topshiryapsiz, maqsadingiz talaba bo'lish yoki bo'lmasam siz talabasiz, deylik darajangizni oshirmoqchisiz yoki bo'lmasam o'qituvchisiz, ustama uchun harakat qilyapsiz va bu akademik imtihon topshiryapsiz. Siz general imtihon topshirmayapsiz. Mana shu narsani tushuning, his qiling. Akademik imtihon topshiryapsizmi? Tabiiyki sizdan akademik so'zlarni kutadi. Akademik grammatik strukturani kutadi. Direct and clear and concise, ya'ni aniq, tiniq, ya'ni to'g'ridan to'g'ri so'zlarda aytishingiz kerak bo'ladi. Lekin mana misolda aytyapmiz, nowadays in our life many people. Ko'pchilik odamlar. Nechta odamlar? Ya'ni vague hisoblanadi, ya'ni aniq, tiniq emas. Shuning uchun nima bo'lishi, u vague da mana o'zgartirishimiz mumkin. This approach is effective because. Ya'ni bu metod samarali chunki, tushunasiz? Yoki bo'lmasam a major advantage is, ya'ni eng asosiy ustunligi deyapmiz. Lekin ketyapti, уже vague bo'lib ketyapti. Va tabiiyki bunaqa siz yuqori ball ola olmaysiz. Yoki bo'lmasam one significant issue is. Ya'ni bitta eng asosiy ko'zga tashlangan nima? Muammo deyapmiz. Va aynan mana shunaqa vague so'zlaringizni almashtirsangiz aynan precise, tiniq. Nimaga desa, hattoki sifr imtihoni writingini, nafaqat sifr imtihon, hattoki IELTS writingini baholash mezonida bor. Precision is key to success. Ya'ni aniqlik sizning muvaffaqiyat, ya'ni writingda muvaffaqiyatingizni kaliti hisoblanadi. Ya'ni precision kutadi. So'zlarni, grammatik strukturalarni aniq, tiniq va joyida ishlatishingizni kutadi va aynan mana shuning uchun vague languagedan qochishga harakat qiling. Imkoni boricha akademik so'zlar bo'ladi. Akademik so'zlarni o'rganishga harakat qilish kerak, yodlashish kerak. Misol uchun deylik Google yoki bo'lmasa ChatGPT dan so'rasangiz, academic word list bor. Aynan mana shularni misol uchun yodlasangiz bo'ladi. Uchinchi eng katta xato overusing simple vocabulary. Ya'ni eng oddiy, eng sodda, ya'ni A1, A2 darajadagi lug'atlarni juda ham ko'p foydalanish, ishlatish. E'tibor bering, men sizga juda oddiy o'xshatib qilib berishga harakat qilaman. Pirashka bor yoki gumma bor. Tabiiyki pirashka yoki gummani narxi o'ziga yarasha. Lekin ba'zida misol uchun deylik 5 barmoq yoki shashlik bor. Uni narxi boshqacha. Va siz misol uchun deylik ekzamenerga gumma berib, siz shashlikning narxini kuta olmaysiz. Ya'ni misol uchun deylik pirashka beryapsiz, deylik 5000, 3000lik pirashka beryapsiz. 20 ming bo'ladi yoki 30 ming bo'ladi yoki 40 ming bo'ladi deya olmaysiz. Siz nima qilyapsiz? Juda ko'pchilik o'quvchilar nima qiladi? Imtihonga kiradi, men zo'r yozib chiqdim. So'z sonim misol uchun 200 ta bo'ldi, 250 ta bo'ldi, 300 ta bo'ldi deydi. So'z soni yetadi xolos. Lekin ichidagi so'zlari juda ham simple vocabulary bo'ladi. Asosan A1 daraja, A2 daraja, B1 darajadagi va kamiga nolbam qo'yadi. Men zo'r yozib chiqandim, dahshat yozgandim, lekin ballim pasaytirib tashladi. Yo'q, o'zi aslida ham siz yozgan essayingizda yoki bo'lmasam letteringiz ichida yoki bo'lmasam o'sha hozir yangi formatdagi post shaklidagi writingizda ichida oddiy, juda ham oddiy simple vocabulary bo'lishi mumkin. Men sizga hozir bitta misol aytaman. Misol uchun bad example beraman. People are different. Bu oddiy. Mana shu misol uchun people are different degan so'zni ishlatyapsiz, ya'ni mana shunaqa gap tuzyapsiz-da, siz yuqori ball kutmang hech qachon.
hayotda misol uchun sifrdan BT yoki C1 natija qila olmaysiz. BT yoki C1 natija qilmoqchimiz. Mana ikkinchi misolimga e'tibor bering. Individuals vary significantly in their preferences and behavior. Ya'ni odamlar farq qiladi o'sha nimani afzal ko'rishi va u o'zini o'sha xulqi, xarakteriga ko'ra deyapti. Ya'ni different bilan vary sinonim, lekin vary bu juda ham high level, ya'ni o'sha B2 katta ehtimol C1 level vocabulary hisoblanadi va gapni tuzilish jihatdan ham bu gap yozgan misol uchun talaba katta ehtimol bilan o'sha B2 yoki C1 natija qilishi bittada. Va e'tibor bering, siz imtihonga kiryapsizmi, siz show off qilishingiz kerak. Sizni misol uchun deylik, hech narsangiz yo'q, show off qilish. Ya'ni show off degani bu maqtanish. Nimangiz bilan maqtanasiz? Mana misol uchun deylik, mana senga B2 vocabulary, mana senga C1 vocabulary, mana advanced grammar struktura, mana struktura, mana introduction, mana conclusion deb siz maqtanishingiz kerak. Lekin siz oddiy narsani beryapsiz. Basic o'sha A1, A2 daraja. Juda ko'pchilikda misol uchun because da oddiy because ishlatadi. O'rniga misol uchun since da ishlatish mumkin. Because ma'nosi teng. Yoki bo'lmasam important, good, bad, interesting yoki mana bunday different degan basic so'zlar bilan to'ldirib tashlashda va yuqori natija kutadi. Aynan o'sha qaytaraman, bitta imtihonda bittada kirganda B2 yoki C1 olmoqchimiz. Mana shu 3-xatoni hech qachon qilmang. Ya'ni oddiy vocabularydan qochishga harakat qiling. Agar oddiy bo'ladigan bo'lsa, high level vocabularylar bor. Misol uchun oddiy misol, Sifr Sharks kursimizda ichida ham 1,5 oy davomida har kuni high level collocationlar bo'ladi. Collocation nimaligini ko'pchilik bilmaydi. Ya'ni doim birga keladigan so'zlarni collocation deydi. O'sha kurs davomida 1,5 oy har kuni o'sha shogirdlarimiz, o'quvchilarimiz collocation yo'llab chiqadi. Ya'ni har kuni misol 20 ta, 30 ta, 40 ta collocationlar bo'ladi. Siz ham misol uchun deylik, so'zim oddiy, juda ham basic deb o'ylaysizmi? Collocation yo'llang. Number 1 maslahatim collocation yo'llang. Bu bo'yicha juda kitoblar bor. Ikkinchisi topic based vocabulary, ya'ni o'sha mavzuga aloqador lug'atlarni yo'llashingiz kerak bo'ladi. Shunda siz bemalol bittada B2 yoki C1 natija qilishingiz mumkin. 4-chi eng katta xato bu not supporting ideas. Ya'ni g'oyani просто aytib qo'yadi. Buni to'liq ifodalab bermaydi. Men sizga bad example beraman va good example beraman. Bad example misol uchun education is important deydi. Ta'lim muhim deydi. Ha, xo'p, qanday muhim? Ya'ni nima demoqchisan? Va sizning miyangizga bitta narsani qo'yishingizni xohlardim. Siz ko'pchilik o'quvchilar writing yozayotgan bo'lsa, miyasida men hozir writingni juda katta odam yozyapman, examiner yozyapman. Misol uchun u 35 ga 40 ga kirgan bo'ladi, darajasi C1 bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ya'ni uni yozyapman deb o'ylaydi. Yo'q. Siz tasavvur qiling, writingni 5-sinf, 6-sinf bola yozyapsiz. Va 5-6-sinf bola dunyo qarashi nisbatan torroq bo'ladi, kichikroq bo'ladi va tabiiyki ular savol so'raydi. Nima uchun? Nima demoqchisan? Qanday qilib? Ochiqroq gapir. Ya'ni mana shunaqa savol so'raydi. Va tasavvur qiling, mana bu yerda education is important yoki technology is useful deyapsiz. Texnologiya muhim. Xo'p, nimada muhim? Qanday muhim? Nima demoqchisan? Ya'ni examinerda sizda o'sha writing tekshiradigan examinerda savol qolmasligi kerak. Ya'ni nima uchun? Qanday qilib? Ochiqroq gapir degan savol qolmasligi kerak. Ya'ni siz g'oyangizni, shuni gapirgan g'oyangizni misol uchun to'liq ochib berishingiz kerak. Oddiy misol, onlayn shopping bo'yicha savol tushdi. Ya'ni onlayn xarid qilish. Misol, Uzumdan yoki Yandexdan narsalar xarid qilish. Nima deyapsiz? Onlayn xarid qilishda bitta yaxshi tarafi narx arzon bo'ladi deyapsiz. Xo'p, qanday arzon bo'ladi? Nima uchun buni deyapsiz? Misol nima? Mana shu narsani so'ramaslik kerak. Ya'ni siz to'liq ochib bersangiz, keyin so'ramaydi. Ko'pchilik nima qiladi? Onlayn shoppingda ko'pgina yaxshi taraflari bor. Bittasi misol narx arzon deydi, ikkinchisi tez olsa bo'ladi, xarid qilsa bo'ladi deydi. Yana ikki-uchta g'oyalar tars terib berdi, bo'ldi, men yaxshi letter yozdim yoki yaxshi post yozdim. Yo'q. Siz misol uchun deylik, bitta g'oyani tashladingizmi, o'shani imkoni boricha o'sha explain qilib berishingiz, examplelar berishingiz kerak bo'ladi. Bunda mana qisqa formula bor, ekranda ko'rishingiz mumkin. Claim, o'sha bitta g'oyani berdingizmi, uni explanation qilib bering, ya'ni explain, ya'ni tushuntirib bering, ochib bering. Plus example bering. Misol uchun, education is essential because it develops critical thinking skills. Ya'ni ta'lim muhim, chunki u tanqidiy fikrlashni nima oshiradi. Misol uchun deb turib, misolini ham berib ketyapsiz. For instance, students learn to analyze complex problems rather than
memorize answers. Ya'ni prosta javobni yodlashni o'rniga murakkab muammolarni analiz qilishni talabalar o'rganadi. Nimada? Shu ta'lim natijasida o'rganadi. Nima qilyapmiz? Biz beryapmiz g'oyani, o'sha g'oyani misol bilan kengroq qilib ochib tushuntirib beryapmiz. Aynan mana shu 4-xatoni agar bittada BT yoki C1 olmoqchi bo'lsangiz, hech qachon takrorlamang, ya'ni g'oyani o'zini shunday berib qo'ymang. To'lovchi ochib berishga harakat qiling. 5-xato, bu xatoni deyarli 90% menimcha o'quvchilar qilishadi. Ayniqsa yiqiladiganlar, hali B1 bo'lib qoladiganlar, B1 dan ham past oladigan o'quvchilar, ratingdan 25-30 ball oladigan o'quvchilar mana shu 5-xatoni qiladi. Bu poor time management, ya'ni o'sha vaqtni to'g'ri taqsimlamaslik. Ko'pchilik nima qiladi? Bir 10 minut, 15 minut o'ylanib o'tiradi, hayajonlanadi, boshqa qiladi yoki bo'lmasam o'sha yozadi-da, sразу misol yozishni boshlab yuboradi-da. Hali 10 minut, 15 minut vaqti bor, ertaroq chiqib ketadi. Mana shunaqa o'quvchilarga ham duch kelganman, o'sha offlaynda 10 minut, 15 minut oldin chiqib kelib turib, rating balli B1 bo'lib qolgan. Aynan rating sababli overall balli B1 bo'lganlariga guvoh bo'lganmiz. Mana shuning uchun 5-xatoni qilmaslikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Buni eng zo'r ideal ishlaydigan qoida bu Pareto qoidasi deymiz. Bilamiz, ya'ni 80-20 qoidasi bor. Bunda nima bo'ladi desa, o'sha 80%, misol uchun yozishga vaqt sarflasangiz, misol 60 daqiqa umumiy yozish bo'lsa, shu 60 daqiqaning 80%ni, deylik 40 minutini yozishga ajratasiz. 20 daqiqasi ikkita narsaga ketish kerak bo'ladi. Boshida o'sha planning qismi, ya'ni o'sha reja tuzib olish, oxirida 10 daqiqa o'sha proofreading deymiz, ya'ni editing, tahrirlab chiqishingiz kerak bo'ladi o'sha yozganingizda. Mana shu o'sha Pareto qonuni bo'yicha o'sha yozishingiz va yozishga odatlanishingiz to'g'rirog'i sizda imtihonda writing qismida yuqori ball olishingizda juda ham muhim rol o'ynaydi. Sababi aynan ko'pchilik o'quvchilar o'sha 1 soat ichida yozadi, lekin so'z soni misol 200 ta bo'layotgan bo'lsa 120 ta, 130 ta, kerak bo'lsa 90 ta, 80 ta yozib qo'yganiga ham guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun time management eng muhimi. Ko'pchilik misol uchun deylik zo'r bo'ladi, misol grammatikasi zo'r bo'ladi, lug'ati zo'r bo'ladi, lekin aynan mana shu time management qila olmagan natijasi tiqa olmaydi. Ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaydi. Yoki bo'lmasam oxirida conclusion qolib ketadi, yoki bo'lmasam gapini yoki bo'lmasam butun boshi paragrafni tashlab ketadi, yoki bo'lmasam ulgurmay qoladi. Aynan mana shu narsani biz nima deymiz? Time management bilan bog'liq muammo deymiz. Mana shu 5 ta xatoni o'sha ikkitasini to'g'rilasangiz ham, kamida bittasini yoki bo'lmasam 3 tasini to'g'rilasangiz ham o'sha sizni ballingiz oshishni boshlaydi. Ya'ni men guvoh bo'lganman, juda ko'pchilik o'quvchilarimiz, onlayn o'quvchilarimizda ham, offlayn o'quvchilarimizda ham guvoh bo'lganman. Mana shu 5 ta xatoni qiladi. Mana shu 5 ta xatoni misol uchun ikkitasini qilmaydigan yoki 3 tasini qilmaydigan o'sha B2 bo'lmay qoldi deganda 45 ball, 50 ball oladi, ratingni 45 ball, 50 ball oladi. Qolgan listening, reading, speaking natijasida overall 51 yoki 52 ball bo'lib turib B2 ga ilinib qoladi. Bo'lmay qoldi deganda. Aynan mana shuning uchun mana shu 5 ta qoidani, 5 ta xatoni to'g'rirog'i daftaringizga yozib, mana shu xatoni qilmayapmanmi degan savolga javob topishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz keyingi 2-6 oy ichida sefr topshirmoqchi bo'lsangiz, qisman 7-8 oy deyishimiz mumkin. 2-8 oy ichida sefr imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, agar siz maktab o'quvchisi bo'lsangiz, talaba bo'lsangiz yoki o'qituvchi bo'lsangiz va sefr imtihoni tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz va kirganda bittada misol uchun BT yoki C1 natija qilmoqchi bo'lsangiz, sizga Sefr Sharks kursimiz bor. Aynan mana shu bo'yicha ma'lumot berishga harakat qilaman va buni eng asosiy zo'r ustunligi deyishim mumkin. Sizda 3 ta narsangizda tejaydi. Birinchisi vaqtingizni tejaydi. Nimaga desa, bu Sefr Sharks kursimiz aynan intensiv shaklda bo'ladi. Ya'ni ba'zilar misol uchun offlaynda, ba'zilar onlaynda, deylik 5 oy, 6 oyda o'qitadigan narsa biz 1,5-2 oy ichida kiritganmiz. O'sha hozir kontekstini ham o'sha ko'rsataman, tushuntiraman. Vaqtingizni tejaysiz birinchisi. Ikkinchisi pulingizni tejaysiz. Ya'ni siz misol 6 oy yoki 8 oy kursga borib yoki bo'lmasam bo'lmay qoldi deganda misol kuchli o'qituvchi 5 oylik kursini o'rniga misol 2 oy intensiv tarzda ishlaysiz va tabiiyki ikkinchisi mablag'ingizni tejaysiz. Uchinchisi esa asab to'laysiz. Ya'ni qayta misol uchun sefr topshirishingizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni yaxshi tayyorgarlik ko'rib, kurs ichidagi hamma narsani misol uchun deylik qamrab olsangiz, o'sha mock testlar jihatdan, grammatik jihatdan, vokabulyar jihatdan hozir kontentni ko'rsataman, o'sha unda wow deysiz. Hozirgacha adashmasam 15 yaqin o'sha potok tugagan va 15 ta o'sha potok, ya'ni 15 ta guruh o'qidi degani, ya'ni oxirgi 2-3 yil ichida. Bu
ba'zi уже shakllanib bo'ldi bizda. Ya'ni tajriba jihatdan ham, o'quvchilar bilan ishlash jihatdan ham уже bizdagi materiallar jihatdan ham aynan mana shu sababli biz 3 ta narsani, ya'ni vaqtingizni tejashingiz, mablag'ingizni va asab to'lovlaringizni tejashingiz mumkin bo'ladi. Sifir shart kursimiz qanday bo'ladi, qanday tartibda bo'ladi? Aynan mana shu bo'yicha men ma'lumot berishga harakat qilaman va ma'lumot berishdan oldin bitta narsani tushuntirishim kerak. Bu aynan meni shu 10 yillik tajribam, undan tashqari siz bilan 3 ta o'qituvchi ishlaydi bu va undan tashqari 4 sinf bo'lib turib sifir BTO olgan shogirdlarimiz bor. 6 sinf, 7 sinf bo'lib turib sifir BTO yoki bo'lmasam 8 sinf, 9 sinf bo'lib turib sifirdan C1 olgan shogirdlarimiz bor. Shu offlaynda ham, onlaynda ham har yili shu 500 ta, 1000 ta o'quvchilar o'qib natija qilishadi. Mana shu tajribamizga asoslanib turib biz mana shu kursni tayyorlaganmiz va ba'zi bir natijalarni, fikrlarni уже ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ekranda mana ko'rsatamiz. Mubinaxon bizda kursda уже talabalar ham o'qiydi, maktab o'quvchilari, o'qituvchilar ham o'qiydi. Mubinaxon 3-kurs B1 daraja bilan kirgan va B2 ga ko'tarilgan. Mana ko'rishingiz mumkin 53 ball overall bo'lgan. 8 sinf sifir B2 natijaga chiqqan shogirdimiz. Listening 75, e'tibor bering. 8 sinf bo'lib turib, listening 75, rating 70 ball. Bu faqat misol uchun deylik, hozirgi darsimiz misol writing uchun haqida bo'ldi degan faqat writing bo'yicha kuchli bu ustoz yoki bo'lmasa speaking bo'yicha bo'lsa speaking yo'q. To'rtta skilldan ham kuchli, sababi nafaqat menda listening readingdan 75 dan 75, balki o'sha qolgan mentorlarimiz ham mana shu onlayn kursimizda dars o'taydigan onlayn mentorlarimiz ham listening reading 75 dan 75, ya'ni maksimum ball olgan. Keyingisi Xurshidagi 48 yoshdalar. Ya'ni bizda o'qiganda 48 yoshda edilar. Ya'ni bizda o'qituvchilar ham bor, davlat ishxonasi ishlaydiganlar ham, misol hokimiyatda ishlaydigan, SMBda ishlaydiganlar ham, o'qituvchilar ham, talabalar ham har xil yosh kategoriyasi bor. Xurshidagi 48 yosh. Bundan adashmasam 1,5 yilcha avval bizning kursimizda o'qishgan va 54 ball overall natija qayd etishgan. Keyingisi mana sifir C1 natijalar bunaqalar mana ko'rishingiz mumkin. Hozir hammasini ana ko'rsata olmaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu dengizdan tomchi deyishi mumkin. Kurs davomiyligi uchun turaman. Kurs 60 kun davom etadi. Bu 60 kunlikda 15 kunni speaking bo'ladi, asosiy 1,5 oy asosiy darslar bo'ladi. 7 ta moduldan iborat. Bir emas, 2 emas, 4 ta modul emas, 7 ta modul. Bu narsani ham tushuntiraman. Va 100+ video dars. Ya'ni video darslarning o'zi 100 dan ortiq va 25+ jonli dars bo'ladi. Kamida 25 ta jonli dars bo'ladi. Undan tashqari har hafta mock imtihonlar bo'ladi. Ya'ni siz o'sha o'zingizda darajangiz o'sayotgani, progressingizni sezishingiz uchun har hafta mocklar bo'ladi. Xo'p, 7 ta modul qaysi qismlardan iborat? Birinchi modul bu listening. Listeningda har bir part 1, part 2, part 3 alohida maydalab tushuntiriladi jonli darsda. Ikkinchi modul reading, xuddi shunaqa ishlatamiz, ya'ni o'sha ishlashni o'rgatamiz. O'zini buni texnikalari bor. Listening ham, reading ham, writing ham, speaking ham. Har bir part bo'yicha o'sha mashqlar, topshiriqlar beriladi va o'shalarni siz bajarishingiz kerak bo'ladi. Yanada o'sha fundamentingizni ko'tarishingiz uchun. Writing hamma turlari o'tiladi, ko'rib chiqiladi. Yozasiz, uni tekshiriladi. To'rtinchisi speaking mocklar bo'ladi. Speakingda o'sha part 1ga, part 1-1ga, qanaqa 1-2ga, hamma partlarga qanaqa qilib yondashish kerak, bu haqda bo'ladi. Va undan tashqari speakingda, ya'ni ingliz tilida sayrab olishingiz uchun hamma narsa o'sha tushuntiradi. 5-bosqich esa, ya'ni 5-modulimiz esa grammatika. Agar mabodo grammatikangiz past bo'lsa, bu kurs sizga mos keladi. Sababi kursda ichida grammatikani o'rgatib ketamiz. 6-si esa vocabulary, ya'ni 6-modulimiz vocabulary, lug'at bo'yicha ham darslar bor. Ya'ni birinchi 40 kunlikda har kuni vocabulary bo'yicha video dars plus qo'shimcha lug'at PDF fayllar joylanadi maxsus kanalga. Ya'ni lug'atingizda muammo bo'lsa ham bu kurs sizga mos keladi, sababi lug'atingiz ustida ham ishlaysiz. 7-si bu personal development, ya'ni shaxsiy rivojlanish moduli. Men shogirdlarimni nafaqat offlayn, balki onlayn shogirdlarimni prosta ana bo'lishini xohlayman. Shuning uchun aynan shu dunyo qarashini rivojlantirish uchun, aynan o'sha Tenix mindsetga ega bo'lish uchun shaxsiy rivojlanish video darslarini qo'shganmiz. Bu 10 ga yaqin video darslar bor. Bular ham o'z ichiga qamrab olinadi, ya'ni kurs ichida. Darslar sifir C1 ALS 7,5, 8 ga ustoz tomonidan o'tiladi va jonli darslar 3 ta o'qituvchi tomonidan o'tiladi. 1 emas, 2 emas, 3 ta o'qituvchi tomonidan o'tiladi. Ya'ni navbat bilan o'zini o'sha kuchli jihati bilan, masalan, listeningdan kuchli bo'lgan o'qituvchimiz listeningda o'tadi. Reading bo'yicha bittasi writing, speaking bilan boshqasi ana shunaqa tartibda ketadi. Xo'p, kurs kimlar uchun emas?
Birinchisi, agar maqsadingiz aniq tiniq bo'lmasa, bu kurs siz uchun emas. Agar darajangiz beginner bo'lsa va elementary bo'lsa, bu kurs siz uchun emas. Tushuntira oldimmi? Pre-intermediate darajada va undan yuqori bo'lsangiz, bu Sefer Sharks kursimiz aynan siz uchun. Endi va maqsadingiz aniq bo'lsa, ya'ni men misol imtihonga kiraman, bittada yirtib chiqaman degan ichingizda yonib turgan narsa bo'lsa, maqsadingiz aniq bo'lsa, bemalol kirishingiz mumkin. Yana kursda kimlarni kutaman? Maktab o'quvchilari, abituriyentlar, magistratura yoki doktoranturaga harakat qilayotgan talabalarni va o'sha maktabda mana hozirda talab qilinyapti B2 sertifikat bo'lishiga yoki bo'lmasa C1 ga harakat qilayotgan o'qituvchilar uchun mos. Ya'ni ikki xil kurs bor. Birinchisi Sefer Foundation kursi, ikkinchisi Sefer Multi-level kursi. Agar siz darajangiz misol uchun pastroq, pre-intermediate darajada, misol 3 oydan keyin, 4 oydan keyin, 5 oydan keyin yoki 6 oydan keyin topshirmoqchi bo'lsangiz yoki 7 oydan keyin topshirmoqchi bo'lsangiz, Sefer Foundation kursi aynan siz uchun. Ikkinchi kursimiz esa Sefer Multi-level. Bu keyingi misol 1,5 oy, 2 oy, 2,5 oy, uzoq 3 oy ichida agar Sefer topshirmoqchi bo'lsangiz, Sefer Multi-level kursimiz aynan siz uchun. Ya'ni o'sha har bir patologimizda ikkita kurs bo'ladi. Bittasi Sefer Foundation, ikkinchisi Multi-level. Ya'ni darajasiga qarab bo'linadi. Agar misol darajangizni bilmasangiz ham muammosi yo'q. Hozir ro'yxatdan o'tish bosqichini tushuntiraman. Ro'yxatdan o'tganingizda siz bilan adminlar bog'lanishganda sizni o'sha darajangizga qarab turib guruhga qo'shishadi. Endi bu faqat mana bu 7 ta moduldan tashqari bitta narsani aytishim kerak. Juda ko'pchilik o'quvchilar kursga qo'shilishni eng asosiy sababi nimaga qo'shildingiz deb biz so'rovnoma o'tkazganmiz yoki so'raganmiz. Kursni ichida yo'q narsani o'zi yo'q. Listeningda muammo bormi? Bo'ldi. Problema hal. Readingda muammo bormi? Speakingda, writingda, grammatikadami, vocabulary'dami, nima muammo bo'lsa, hammasi shu kursning ichida bor. Endi bundan tashqari qo'shimchasiga men har doim Sefer Sharks kursim o'quvchilari uchun bonus beraman. 10 ta bonus bor, 10 ta bonus bor. Va hozir 6 tasini sanab beraman va ro'yxatdan o'tgan o'quvchilar uchun, ya'ni maxsus o'sha YouTube izohida, descriptionda maxsus havola beramiz. Ro'yxatdan o'tganlar uchun bu 6 tadan tashqari qo'shimchani 4 ta bonus bo'ladi. Bu 6 ta bonusni mana sizga tanishtiraman. Birinchi bonus Super Listening marafoni. Buni vaqtida 189 mingni, 190 mingni, ba'zan 220 mingni xarid qilishgan o'quvchilarimiz buni mutlaqo bepul sifatida bonus qilib qo'shib beraman. Birinchi bonus shu. Ikkinchi bonus ham yaqin 200 mingdan xarid qilishgan Super Reading marafoni. Uchinchi bonus Super Speaking marafonimiz bor. Bu 146 ming, ya'ni umumiy qiymati 146 ming bo'lgan speaking marafoni. Buni ichida o'sha speakingni rivojlantirish uchun fayllar, videolar, audiolar juda ko'p narsa bor. To'rtinchisi esa Sefer Multi-level Speaking kitobim bor. Buni mana ekranda ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu Sefer Multi-level Speaking kitobida ham ancha narsa o'rgansangiz bo'ladi va eng muhimi mana shu tushayotgan savollar bor. Misol hozir deylik noyabr oyimi, dekabr oyimi qaysi oy bo'layotgan bo'lsa, o'sha oyda tushaydigan savollar bor. Sababi biz bu o'sha Sefer Sharks kursimizga qo'shilgan o'quvchilar uchun bu kitobni deyarli har 3 oyda, 6 oyda, 8 oyda yangilab turamiz. Yangi o'sha tushayotgan savollarni kitobning ichiga qo'shamiz. Sababi savollar takrorlanadi. Va bu Sefer Multi-level Speaking kitobimizning ichida ham sample, o'sha savolni o'zi emas, undan tashqari samplelar bor, high level vocabulary lug'atlar bor. Bu ham juda ham foydali bo'ladi. 5-bonusi esa aynan mana shu Sefer Sharks kursimizda o'qigan, o'sha faol o'qigan, o'sha vazifalarni o'z vaqtida bajargan, maqsadi aniq bo'lgan shogirdlarimiz ikkitasini Sefer imtihon to'lovini to'lab beraman. Ya'ni har patologimizda, har guruhimizda xuddi shunaqa bo'ladi. Ikkita shogirdimizni Sefer imtihon to'lovini to'lab berganman. Bu safar ham xuddi shunday bo'ladi va undan tashqari 10 ta bestseller kitoblar bo'ladi. Misol mana bunga o'xshagan 0 to 1 yoki bo'lmasa Psychology of Money va hokazo yoki Atomic Habits yoki 10x Rule degan bestseller mana shunga o'xshash, ya'ni haqiqiy sifatli kitoblar 10 ta anaqa qilinadi, o'ynaladi. 10 ta kitob o'sha faol bo'lgan o'quvchilarimizni rag'batlantirish uchun, ham ularga motivatsiya berish uchun o'sha kursimizni o'quvchilar 10 tasiga kitob uyigacha yetkazib beradi. E'tibor bering, bu elektron misol sizga Telegram tashlab berilmaydi. Bu kitob sizni uyingizgacha mutlaqo bepul, mutlaqo tekin dastavka qilib beriladi va mana shu 6 tadan tashqari yana 4 ta sirli bonuslarimiz bor, sovg'amiz bor. Va bu bonuslarni olish uchun, undan tashqari Sefer Sharks kursimizga ro'yxatdan o'tish uchun va o'sha
kurs bo'yicha qo'shimcha qanaqa bir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, nima savol bo'lishidan qat'iy nazar, sizda misol yagona muammo sizda o'sha B2 ga harakat qilyapsiz yoki C1 ga harakat qilyapsiz. IELTS dan misol uchun IELTS 7,5 8 0 C1 70 ball e'tibor bering. Komandamizda hammada 0 C1 70 ballga ega, listening reading 75 va mana shuni kuchli o'qituvchilardan eng muhimi deyishim mumkin, tizimli tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, Sefer Sharks kursimiz aynan siz uchun. Bu bo'yicha to'liq ma'lumotlarni olishni YouTube descriptionga ma'lumot qoldiramiz, izohga ham qoldiramiz. Bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Adminlarimiz siz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotni berishadi.